Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Dragonni o'ldiraman degan video nimaga davomini qo'ymadinglar desanglar, nimaga qo'ymading davomini desanglar, короче, videoja ko'p bo'lib ketadi ekan. O'shanga YouTube qabul qilmayapti. Endi sizlar bilan katta qishloq xo'jalik qilaman. Judayam katta bo'ladi. Uning uchun bitta qishloq topsam bo'ldi. Hozir 1 minut. Xo'sh, endi qani hoppala. Xo'sh, Nezrit dunyosiga ham o'tmayman. Endi dunyosiga ham o'tmayman. Taxtay. Xo'sh. O'zimga kerakli ekinlar ekib, go'sht kerak bo'ladi. O'tkazib olaver. Короче, shunaqa gaplar. Oldiniga qishloq topish kerak. Undan ham oldin bitta yotoq tayyorlab olish kerak. Xo'sh. Video judayam uzun bo'ladi. Endi bu safarja uzun qilmaslikka harakat qilaman. Yoki uzun bo'laveradi, prosta tasdiqlash kodini yuborishga majbur bo'laman. Boshqa telefon nomerini nima so'rayapti? Shu telefon nomeriga kod kelish kerak deyapti. Mana shu telefondagini ham yana bitta telefondagi nomerni ham kiritdim, lekin baribir so'rayapti. Nimaga kod kelmayapti-da. Endi bundan yasab olsak, bundan bitta kirka, bitta bolt, bitta qilich. Xo'sh. Endi esa qo'y va nima istayman? Qishloq. Menga masalan tekis joy ma'qul, lekin qorong'i tushayotganga o'xshayapti. Yo'q, hali beri tushmayapti. Lekin tezroq qo'y topib, junini olganim ma'qul. Har doimgidek endi hamma narsani qilib bo'lsam, qishloq chiqadi. Har doimgidek. Xo'sh. Bitta lava ko'lni to'plaganimda ashakka yaqin joyga nima qilib olardim. Lava ko'lni nimaga kerak desanglar, bar nezerga bormaysan. Lava ko'li nimaga kerak deb so'rasanglar, uyda atrofiga o'sha lavadan quyib qo'ysa, nimalar kelolmaydi, kelsa o'lib ketadi. Lavadan nima bitta sakrab chiqib oladi. Bari tushib qolib, yonib ketadigan bo'lsam ham tepadan bitta suv quyib yuboraman, bo'ldi. Shu bilan lava ham, olov ham o'chadi. Voy, qo'y. Yes, qo'y. Xo'sh, wow, antiqa joy ekan. Xo'sh, quyosh qani?
tepamizda turibdi. Ana ikkinchi qo'yam. Endi bitta yotoq. Bo'ldi, endi hech narsadan qo'rqmasam ham bo'laveradi. Xudo xohlasa bir necha kundan so'ng do'stlarim bilan video qo'yishga harakat qilaman. Chunki ikkita do'stimda nima bor? Minecraft bor. Prosta ular bittasi maktabga bormadi, bittasi karanda. Qo'nim ochyapti. Qo'y go'shti to'yimli bo'lar shekilli. Yoki faqat haqiqiy dunyoda to'yimlimi? Qushlarni o'ldiramiz. Otni o'ldirmay qo'yaveramiz. Ot hech narsa qilmaydi. Uchta tovuq go'shti. Xo'sh, bu yoqda nima bor? Qushashini o'ldiraylik. Qushdan nima tushadi? Salom qushcha, nima bersin? Yo'q, uchib ketma. Mayli. Bitta dona qishloq topilganda zo'rish bo'lardi-da. Voy pachog'ali. Yetti minutlik video oppa. Hech bo'lmasam qishloq topay. Mol sening uying. Telefon juda qatyapti. Ana u tepaga chiqaman. Undan oldin bitta qo'ydi ham. Antiqa joylar ekan. Bu yerda bir kun yashab, o'sha videoni o'chiraman hozir qorong'i tushsa. Nega deysizlarmi? Chunki hozir ishlarim ko'p. Keyin videoni ertagami, xullas biror kun sheriklarim bilan chiqarishga harakat qilaman. Yoki akamlar bilan. Xo'sh. Vau, chiroyliligini. Zo'r joylar ekan. Yaxshi, buguncha xayr. Ertaga xudo xohlasa ko'rishamiz. Xayr.